Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Iltimos, ushbu ibratli videoroligimiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'yishlikni unutmang. Like shunchaki videoni keng tarqalishiga, ya'ni rekomendatsiyaga chiqishiga yordam beradi. Shuning uchun o'z hissangizni qo'shishni unutmang. Zero yaxshilikni tarqatgan uni qilgan bilan barobardir. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Xudo aytayapti, ey bandam, sen ota-onangni rozi qil, men sendan rozi bo'laman deyapti. Ota bilan ona nimaga ham rozi bo'lmasin? Arzimas narsaga rozi bo'ladi. Otangizga bitta chakmon olib bering, dada, mana bu chakmonni oldim. Kun salqin bo'lib qoldi, masjidlarga kiyib boring deb bitta 500 ming so'mga bitta chakmon olib bering. Topganingga Xudo barakot bersin bolam deydi. Topganing yaxshi kunlaringga buyursin bolam deydi. Menga qilayotganing farzandlaringdan qaytsin bolam deydi. Onangizga eng oxirgi asatga moddadan qolgan 200 ming so'mlik jimpirni olib boring, ko'ziga surtib duo qiladi. Qara, akang olib berdi. Qara, ukang olib berdi. Qo'shnilarga mana qarang, bolam olib berdi, baraka topsin deb ko'ziga surtib sizni duo qiladi. O'sha 200 ming so'mlik jimpirni xotiningizga olib boring, betingizga qarab otadi. Menga nima deb olib keldingiz buni? Akangiz xotinini kiyib yurgan jimpirni qarang, 1 millionlik kiyib yuribdi. Men shuni kiyadi deb o'ylayapsizmi? Betingizga otib yuboradi o'sha 200 minglik jimpirni. Unga onangiz duo qilyapti, xotiningiz betingizga otadi. Mana ona bilan xotinning farqi birodarlar. Hayotda hamisha Rasuli akram, ota-onalarni tutib mukarram bo'lsang, sen agar jannat qasdida, jannat seni onangning oyog'i ostida. Mana lakatsiya sizga jannatning lakatsiyasini tashlayapti Rasululloh. Aniq aytayapti. Osmondan qidirmagin jannatni, hayolda qidirmagin. Senga jannat kerakmi? Sen jannatga kirishlikni xohlaysanmi? Xotin, bola chaqang, avlodingni jannatga kirishligini xohlaysanmi? U jannatni sen oyog'i yorilib, tovollari yorilib, bir paytlar seni 9 oy 9 kun ko'targan, jonini o'limga tikib qo'yib seni tuqqan, seni kechqurunlari emizib, seni tozalagan onangni oyog'ini tagidan izlagin. Ana shu oyog'ini xizmatini qilgin. Oxir bu so'zni tagiga yetarsan, avvalo onangni rozi etarsan. Aqlingni ishlat ey banda deyapti. Tafakkur qil, o'ylab ko'r deyapti. Onang senga nima qilib berdi-yu, xotining nima qilib beryapti? Senga onang nima qilib berdi-yu, qolganlar nima qilib beryapti? Bular o'rin bosari yo'q zotlar. Bitta otang bor, bitta onang bor. Bulardan keyin o'rin bosar o'rniga o'tkazadigan inson. Dunyoni izlab topa olmaysan. Butun dunyoni, uyingni sotib, joyingni sotib tursang ham, bularni o'rniga o'tkazadigan o'rin bosari topa olmaysan. Shuning uchun bularni rozi qilgin. Ularni duosini olgin, ular sendan rozi bo'lsin, ular sendan xizmatlarni qilib, seni duoyini qilsin deyapti. Shuni qila olmaymizmi? Shuni ayta olmaymizmi? Mana shu bitta rizosini ola olmaymizmi?